Assalomu alaykum qadrdonlar. Hozir mana ishxonamizga bitta stabilizatorni ta'mirlash uchun olib kelishgan. Bu stabilizatorda to'la quvvat 15 kV, ichki kuchlanishi 220 volt. Bu releli tur hisoblanadi. Bu yerda ulanish klemasi, avtomatik o'chirgich va boshqaruv paneli kuchlanish bilan ta'minlab turadigan blokka zarar yetgan. Bu stabilizator tarmoqdagi kuchlanishni releylar orqali rostlaydi. Har bitta relay ma'lum bir volt tarmoqdan qo'shib beradi iste'molchiga. Ya'ni misol uchun tarmoqda tok 200 volt bo'lsa, 220 volt qilish uchun o'zi ichki kuchlanishda chiqadigan ma'lum bir kuchlanishi bor, 20 volt, 30 volt atrofida. Iste'molchi o'ylaydiki 220 volt qilib beradi stabilizator menga har doim deydi. O'zini boshqaruv panelining oldida 220 volt ko'rsatish mumkin, lekin 220 volt to'la chiqara olmasligi mumkin. Buni sababi tarmoqdagi kuchlanish pastligi va iste'molchi yuklamaning kattaligi bo'lishi mumkin. Buni yana elektromexanik, semestr turlari ham mavjud. Elektromexanik turlarida kuchlanishda o'rtadagi taraydal o'ramga ulangan shotka orqali boshqaruv panel boshqaradi. Undan tashqari semestrli turlari mavjud. Semestrli stabilizatorlar ham xuddi mana shu releyli stabilizatorlarda xuddiki yangi avlodidek. Ularda asosiy kanallari ko'proq, releyga nisbatan almashtirish oraliq soniyasi qisqaroq bo'ladi. Bu reley turini elektromexanik turlarda va semestrli turlarda hammasini o'zini afzallik jihatlari bor. Ayrim joylarga releyli stabilizatorlar, ayrim joylarga elektromexanik stabilizatorlar, ayrim joylarga semestrli stabilizatorlar maqsadga muvofiq bo'ladi o'rnatsa. Elektrotexnika qurilmalarida sezuvchanlik yuqori bo'lgan, aniq kuchlanish talab qiladigan joylarga releyli stabilizatorlar ozgina noto'g'ri tanlov bo'ladi. U yerga elektromexanik yoki semestrli stabilizatorlar tavsiya qilinadi. Bu oddiy iste'molchi bo'lgani uchun, xonadonlar bo'lgani uchun releyli turlari xudo xolasa yaxshi xizmat qilaveradi. Inshaalloh bularni chiroyli ta'mirlab, yana o'zini egasiga qaytarib beramiz.